Bitcoin'ga o'xshagan shifrlashgan pullarni elib setishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Hozirgi Bitcoin'ga mablag' solayotganlar, mablag' solib foyda olganlarmi, ziyon tortganlarmi bor ekan. Buning hukmi nima? Elib satsak bo'lamdi. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Aldı bilan biz bu xil elektronlik shifrlashgan pul haqida umumiy iqtisodiy tushunchaga ega bo'lsak, buning hukmini bekitish qulaylashidi. Bitcoin va uningga o'xshagan elektronlik shifrlashgan pullar muomala ishlarini bexatar qilish uchun intayin yuqori saviyada shifrlashgan raqamli pullar bo'lib, bu vaqtda egillagan ma'lumotlarga qaraganimizda shar'iy jihatdan Bitcoinga munosabatli ikki nuqta bor. Har bir nuqtaga qarata ayrim hukm chiqishi mumkin. Birinchi, ishlab chiqarish. Odatdagi qog'oz pullarni biror davlat apparati besib chiqaradigan bo'lsa, shifrlashgan elektronlik pullarni ishlab chiqarish biror hukmron organ tarafidan bo'lmaydi. Balki to'g'rida har kim iqtidori yuqori kompyuterlarda maxsus programmalarni ishlatib, qazish orqali bu pullarni chiqara oladi va o'zining to'g'ridagi hisobida saqlay oladi. Mana bu negizlik farq bo'lib, bu elektronlik pulga kafolatlik qiladigan biror davlat yo'qligi. Aksicha, bu ishlarning aniq bo'lmasligi bu ishni xatarli qilib qo'ydi. Chunki bu pul to'g'ridagi hisobdan tuyuqsiz yo'qolib ketsa yoki o'g'irlansa, uni biror o'rinning to'lab berishini talab qilg'ili bo'lmaydi. Bu pullarga qarata bexatarlik andishisi bu pulni elib sotquchisiz bo'lmasdan, balki uni ishlab chiqaruvchidami bo'ladi. Chunki ularning qo'lidagi shifrlashgan pullar o'g'irlanishi yoki saxtalanishi mumkin. Kompyuterning qattiq detali yoki programmasiga maxfiyatligiga so'g'uq qo'l tegishi yoki biror torbatning vayronchilikqa uchrashi yoki sistemalarda biror ahvol ko'rilishi sababli ham qonuniy ham iqtisodiy og'ir oqibatlar kelishi mumkin. Chunki bu ishlarda to'liq xotirjam bo'ladigan kafolat yo'q. Agar siz ishlatayotgan kompyuter yoki iPad yoki pulni saqlagan qattiq detalingiz o'g'irlansa yoki kuyib ketsa yoki yutib ketsa, pulingizdan ayrilib qolasiz. Odatdagi pullarni banka kartalariga qachlaganimizda bu farqni aniq ko'rib olg'ili bo'ladi. Banka u pullarning aslini to'liq qaytarishga kafolatlik qiladi. Davlatmi uni nazorat qiladi. Ammo Bitcoin'ga o'xshagan shifrlashgan pullarda bu ikki alohidalik topilmaydi. Bu pullarni mayli pul deb atayli yoki atamayli, bu yerda uning qanday paydo bo'lganligini ko'z oldimizda tutishimiz lozim. Qaraydigan bo'lsak, bu turli pullar yo'qdan bar qilingan. Uning xam moddasi yoki fizikalik jismi yo'q. U faqat programma loyihalaguvchilarining programlashtirgan san sifirdan yoki elektronlik shifrdan iborat. Uni ishlab chiqarishning ishlatgan tok, vaqt va shu turli chiqimlardan boshqa haqiqiy badali yo'q. Bu tariqada o'li yo'q, mavhum pullarni paydo qilish oz sondagi iqtidorli shaxslarning boyligini changaliga kirgizib olish va monopol qilishiga olib boradi. Bu cheki aniq, tutamliq ish bo'lmag'achqa, haqiqiy bir pulmi mavjud bo'lmag'achqa, saxtalik va aldamchilikqa ishik keng ochiq. Shunga qisqa vaqtda bahosi necha 10 hassa o'rlab ketadi yoki tushib ketadi. Yuqorqi nuqtaga shar'iy jihatdan qaraydigan bo'lsak, ishlab chiqargan o'rinning noma'lum bo'lishi va uningga badalsizlik erishish shariatdagi pul uqumiga zid keladi. Lekin Bitcoin tuzumi bo'yicha dunyodagi Bitcoin soni 21 millionga yetganda, uni ishlab chiqarish to'xtaymish. Albatta, Bitcoindan boshqa pullarni ishlab chiqarish to'xtamamdi, buni bilmayman. Agar to'xtasa, uni ishlab chiqarish bosqichidan halqib o'tib, uni elib setish masalasiga yetkazmay bo'lmaydi. Lekin yanada bu pullarni kim chiqargan, uninga qandaqsiga badalsizlik erishidi degan savollardan o'zimizni qochira olmaymiz. Buning javobi mundaq. Bitcoin va uningga o'xshagan shifrlashgan pullarda shar'iy o'lchami bo'yicha haqiqiy pulning shartlari to'liq topilmaydi. Chunki uni biror davlat yoki hokimiyat chiqarmagan, balki noma'lum shaxslar to'g'rida qazish orqali badalsizlik paydo qilgan. Shunga bu turli pullarni ishlab chiqarish to'g'ri bo'lmaydi. Ammo yana bir qarashda shifrlangan pullarni bir xil elektronlik tovar deb qarasak, bu ahvolda elektronlik boylik qazishdan iborat bo'lib, to'g'ri bo'lishi mumkin. Ikkinchi, elib setish. Bu pullar ishlab chiqarilib, ba'zi davlatlarda, ba'zi do'konlar va savdo markazlari
pul o'rnida qabul qilib, uninga mal sotadigan, hatto dollar va yevroga almashtirg'ili bo'ladigan bo'ldi. Natijada u pul to'lashda, tijoratda va boylik to'plashda dunyoning ba'zi joylarida ma'lum darajada haqiqiy pulning rolini elishga boshladi desakmi bo'ladi. Masalan, Germaniyada Bitcoinni boj elinmaydigan mulk deb e'tirof qilgan. Malayziyada Bitcoin bilan qilingan zamin savdosi rasmiyati bejirilgan. Shveysariyada bojni Bitcoin bilan to'lasa bo'ladigan bo'lgan. Lekin yana dunyoning ko'p joylarida umumlashib bo'lolmadi. Biror davlat rasmiy pul deb tanimadi. Agar haqiqiy pulning rolini o'ynashga boshlasa, bu chog'da bu pullar pullik salohiyatni biror hokimiyatdan emas, amaliy reallikdan qo'lga keltirgan bo'ladi. Bundaq ahvolda bu pullar zakot ayirish, boshqa pullar bilan ayrivashlash, naqmunaq qo'lga topshirib elish va qarz berganda o'simsiz berish qatorliq masalalarda shariatdagi pul ahkomlariga bo'ysundirilsa bo'ladi. Uning eng yaxshi alohidaligi boshqalarga pul avatish, banksiz va nazoratsiz elib beriladigan bo'lg'achqa ham arzon, ham qulay, ham tez, ham bexatar bo'ladi ekan. Va bu alohidalikni elib kelgan mavhumlikning o'zi dal u pulning ojizlik nuqtasi deyishkimi bo'ladi. Shunga shifrlashgan raqamli pullarning e'tirof qilinish va ishlatish doirasi kengayib, buni bir xil pul degan taqdirdami, uningda har taraflamalik mavhumlik sababidan tuvandagidek ziyonga sabab bo'ladigan nuqtalar ko'p va ig'ir bo'lg'achqa, uni ishlab chiqarish va elib setish harom degan olimlar va fatvo organlari intayin ko'p. Birinchi, uning ishlab chiqaruvchisi noma'lum. Ikkinchi, uni sotquchi, avatguchi va topshirib olg'uvchi noma'lum. Bu sababdan foydali tarafimi bo'lgani bilan saxtalikqa uchrab ketish ehtimolligi yuqori. Uchinchi, kafolat qilguvchi o'rin yo'q bo'lg'achqa to'yuqsiz paraga aylanib ketish mumkinchiligi bor. To'rtinchi, uni radga soladigan va nazorat qiladigan organ yo'q. Beshinchi, bahosining egizpas bo'lishi va qimmatining turoqsizligi. Oltinchi, qonunsiz yo'llarga ko'proq ishlatilganligi jihatdan ig'ir oqibat kelib chiqishi mumkin. Avstraliyalik bir tadqiqotchi bu pullarning qonunsiz ishlarga ishlatish nisbati 50% atrofida bo'layotganligini yakunlagan. 7. Pul yoki mol-mulk bo'lish salohiyati yo'q. Bularning hammani ikkili narsaga ixchamlash mumkin. Aniqsizlik va xatar. Birli narsaga ixchamlasak, ziyonni ig'ir tortish ehtimolligi kuchli deyish mumkin. Natijada bu ish qimorga o'xshab ketadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam noaniq bo'lgan savdoni qilishdan to'sgan. Shifrlangan bu pullarda odatdagi pullarda bo'lgandek qonuniy va boshqa tarafdan bexatarlikka kafolatlik qilish topilmaydiganligi uchun bozori kasatlashsa yoki aqmas bo'lib qolsa yoki texnikalik xatolik yuz bersa, bu o'zini va millini xatarga yo'liqtirishdan iborat. Mol-mulkni qo'g'dash bo'lsa, shariat ko'zlagan nishonlarning biridir. Shunga bu ko'pchilik olimlarning qarashi bo'yicha hozirgi chaqda uningga mablag' solish, uni elib setish to'g'ri bo'lmaydi. Uningga mablag' solganlar darhol uni qo'ldan chiqarib etish kerak. Agar keyinchi umumlashib qonuniy jihatdan e'tirof qilinib, biror davlat yoki rasmiy o'rin bu pulga kafolatlik qilsa, andin bu pulning shar'iy taraflarini o'ylashga bo'ladi. Olimlardan yana uni harom demagan, lekin hozircha uni elib sotmaslikni tavsiya qilganlarmi bor. Balkim kelajakda bu turli shifrlangan pullarni davlat chiqarsa yoki noma'lum shaxslar chiqargan pullar davlatlarning yoki keng xalq ommasining qabul qilib ishlatishiga erishsa, balkim hukm o'zgarishimi turganli gap. Yana ba'zi olimlar bu vaqtda Islom fiqh akademiyalari atrofli muzokara olib berib, shifrlangan pullarning hukmini kollektiv chiqargan fatvo bo'yicha bekitishni kutmoqda. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.